Assalomu alaykum hammaga, meni tomosha qilayotganlarga, videomni ko'rayotganlarga. Men bugun damga chiqdim. Bodrumda ishlayapman. Hozir dengizga ketyapman. Bugun dam kunimni dengizda o'tkazmoqchiman. Bu men ishlagan joy Sita. Dört 67 kare. Bodrumda juda ham yaxshi ko'raman. Turkiyada qancha viloyat bo'lgan bo'lsa, shuning 4-5tasiga borganman. Eng yaxshi ko'rgan joyim Bodrum bo'lgan. Antaliyani ham uncha yaxshi ko'rmaganman, chunki aylanadigan joyiga bormaganim uchunmi, qandaydir menga yoqmagan. Tinch, sakin. Lekin o'zining xalqi ko'p ko'chib kelyapti ekan bu yerga. Istanbuldan Bodrumga. Tinch. Taxta idishlar. Allohga shukr. Bu ishim yaxshi chiqdi, qizi yaxshi chiqdi. Hech qanday nimamga aralashmaydi. Onasiga qarayman. Ertalabdan chiqib ketadi dengizga, o'rtoqlarining uyiga aralashmayman, saqib o'tiraman. Kampirga qarayman. Yil oldin kelganimda, birinchi kelganimda 6 oydan keyin Bodrumga ketganmiz. Ishga kirganimdan keyin xazaykam shu kuni olib ketgan. Ishga borgan kunimiz Bodrumga ketganmiz. Shu Bodrumda dengizda suzishni o'rganganman. Shundan birinchi ko'rgan nimam bo'lgani uchunmi mehrim tushib qolgan Bodrumga. Uylari shunday oq. Mayda-mayda. Derazalari ko'k, eshiklari ko'k. Mazza qilasiz lekin. Bu savdo qiladigan joylar kechqurun ochiladi. Bu Turgut raisda rosa ko'p. Mana bu yerga ham nima qilgan?
O'zbekistondan uy qurmoqchi bo'laman hayolimda. Mana shu Bodrumda giday uy qursammi deb ko'p tushunardim, o'ylardim.